shaharning sentridan 280 mingga mana sizlarga shunaqa ajoyib hovlini ko'rsatamiz. Bu narxga hozirgi vaqtda bu narx juda ham zo'r, chunki kvartiralar narxini o'zingiz ko'ryapsiz. 4 xonaliklar 150 ming, 3 xonaliklar 120 ming bo'lyapti. 280 mingga siz mana shunaqa 2 etajlik hovli olasiz, plus 6 ta xonasi bor. To'liq obzorni men hozir sizlarga ko'rsatib ketaman. Like, podpisatsiya tugmasini bosing. Bu eksperimental tarzda video bo'lyapti. Oddiy videoga anchagina farqi bor. Men sizlarga hozir polni obzorni ko'rsataman. Mana shunday kirishda bu bizning darvozaxonamiz bo'lyapti. Ikkita uchta mashinangiz bo'lsa, hozir sig'adi. Mana bu yerda tok qo'yilgan elektromobil bo'lsa agar, ana shu yerga shunday zaryadga qilib qo'ysangiz ham отдельно bo'ladi. Mana bu yerda shunday kirganda zalimiz отдельно bo'lyapti. Tashqarida mana shunday kirishda 16 kishilik mebel qo'yib ketilgan, konditsioneri bor. Mana shunaqa katta o'zini televizor ham bor. Hamma narsasi bor. Bu hovlimizni zaxadijli mebellari bilan bo'lyapti. Hovlisi ham kattagina. Mana bu dekor zonaga necha baho berasiz? Toshkentda lyuks dachalar bo'lsa, shunaqa dekor zona qilib ketilgan. O'zini sanuzeli ham bor. Hozir ko'rsatib ketaylik. Esidan chiqibdi. Hovlisida sanuzel bor. Mana bu qo'l yuvishga ajratilgan joy. Panoramli oynalar bo'lyapti. Качественный akfadan qo'yilgan. Ana shunday kirishida hol zona. Shunaqa oynalar qilingan. Polni attachento bo'lyapti. E'tibor bering, italyanskiy kraska, bu ham arzon kraskalardan ancha farqi bor. Shunday kirishda birinchi master spalni bo'lyapti. Hamma mebellari krashenniy, zo'r remont bo'lgan. Menga juda ham yo'qdi. Televizori bor. Krashenni hamma mebellar ham patologgacha qilib qo'yilgan. Bu yer ham juda ham yaxshi mana qilingan zinapochalar. Bu yerda Harry Potterning komnatasi ham bor. Mana bu yerda esa o'zini studiya, gostivoy xona desak ham bo'ladi. Televizor, mebellari qo'yib ketilgan. Mana shu yerga hozir bitta narsani topgandim. Mana shunday qilsangiz, skrytый. Bu ham hozirgi paytda trend bo'lgan. O'zini alohida zatni hovlichasi ham bor, ko'rsataman. Ustlari leksan bilan yopilgan, lekin mana bu tomonlardan quyosh keladi, havo skvoznak bo'lishi uchun. Pastga esa podvalimiz bor. Podvalimizda kotelni, dvokonturli kotel bo'lgan, radiatorlar qo'yilgan, kerakli joylarga to'plib olan bo'lgan. Bu yerda birinchi sanuzel. Bunaqa sanuzeldan bizga adashmasam 4 ta bo'ladi. Tepagi xonalarda ham bor. Men hozir sizlarga polni obzorni ikkinchi qavatni ko'rsataman. Hovlimizning ikkinchi qavatiga keldik. Bu yer ham ko'rishingiz mumkin 3 ta spalnisi bor. Bittasi master spalni, ikkitasi esa детский qilsangiz ham bo'ladi. Attachento bo'lgan, shunaqa lyustralar qo'yilgan. Bu yer o'zini master spalnisi bo'lyapti. Ranglariga baho bering, juda ham dizaynerskiy tarzda remont qilingan. O'zini sanuzeli ham bor bu yerda, отдельный. Menga bu hovlimizning mana shunaqa fishkasi juda ham yo'qdi. Kattagina garderobni zona. Bunaqa narsa o'zi har bitta hovlida bo'lishi kerak, chunki zamon talabi. Konditsioneri ham bor aytgandek. Bu yer bo'lyapti, mana bu ikkinchi xonasi. Детский qilsangiz ham bo'ladi, rozetkalar tashlab ketilgan, katta lyustra qo'yilgan. Bu yer ham shunaqa panoramli oynalar qilingan. Men o'zimga sizga ko'rsataman. Shundoq echkini ochib qo'ysangiz ham hovli полностью ko'rinadi. Bu yer esa yana bitta sanuzel. Hovlimiz Samarqand shahrining sentrida joylashgan. Manresa restoranning orqasida selxoz territoriya bo'lyapti. Narxi 280 ming, yana savdosi bor. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, aloqaga chiqamiz.